Yer yuzi aholisini 20-30% hayot davomida bir marta bo'lsa ham bosh aylanishga shikoyat qiladi. Bosh aylanishi bu odam o'zini yoki atrofdagi narsalarni aylanayotgandek his qilish holatiga aytiladi. Bosh aylanishi ko'p uchraydigan simptomlardan bittasi. Bu hamma yoshda uchrashi mumkin bo'lgan holat. Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan bosh aylanishni sabablari, turlari, klinik belgilari hamda davolashni ko'rib o'tib ketamiz. Bosh aylanishni statistikasiga keladigan bo'lsak, 20-40 yoshdagi aholi orasida bosh aylanishi 5-10% holatda uchraydi. 40-60 yoshdagi aholi orasida bosh aylanishi 15-20% holatda uchraydi. 60 yoshdan oshgan aholi orasida esa bosh aylanishi 30% gacha tashkil etishi mumkin. Endi bosh aylanishi ko'pincha ayollar orasida ko'proq uchraydi, 60-65% ni tashkil etadi. Erkaklarda esa bu 35-40% ni tashkil etadi. Endi bu ayollarda ko'p uchrashi, bu kamqonlik bilan bog'liq bo'ladi ko'pincha. Endi bu statistik birliklari, endi bu bosh aylanishning qanaqa sabablari bor, sizlar bilan ko'ramiz. Endi sabablari, kechishi bo'yicha, patogenezi bo'yicha ko'rib o'tib ketamiz. Endi sabablariga keladigan bo'lsak, 3 ta sabablarga bo'lib olamiz. Quloqqa bog'liq, ya'ni vestibulyar apparatga bog'liq, nevrologik hamda somatik kasalliklar hisobiga bosh aylanishlarni ko'rib o'tib ketamiz. Birinchisi bu quloq, ya'ni ichki quloqda vestibulyar apparat bo'ladi. Vestibulyar apparat bu tananing muvozanatini, boshning harakatini hamda turli xil vazifalarni bajarishga qaratilgan apparatimiz. Ya'ni ichki quloqda vestibulyar apparatimiz bo'ladi. Ya'ni bu apparatimiz. Ya'ni bu 3 ta kanali, 3 ta doirasimon kanaldan tashkil topgan bo'ladi. Oldingi kanali, orqa hamda lateral kanallar hamda vestibulyarning nervimiz. Bu vestibulyar apparat hamda vestibulyar nerv hisobiga odam tana muvozanatining bir xil bo'lishi, boshning muvozanatining bir xil bo'lishi hamda yurish, yugurish, harakatlanish, muvozanatni bir xil ushlab turishda shu apparatimiz ishtirok etadi. Agar bu apparat, ya'ni vestibulyar apparat yallig'lanadigan bo'lsa, yo bo'lmasam nerv yallig'lanadigan bo'lsa, yo bo'lmasam menera kasalligi kelib chiqadigan bo'lsa, bemorlarda kuchli bosh aylanish yuzaga keladi. Endi buni sabablari shu. Keyingisi bu nevrologik bosh aylanishi. Bu nevrologik bosh aylanishi migren hamda qon tomirlari bilan bog'liq bo'ladi. Migren bu kuchli bosh og'rig'i hisoblanadi. To'satdan yuzaga keladi. 72 soatgacha davom etishi mumkin. Shunda bemorlarda qo'shimcha simptom bu bosh aylanish yuzaga kelishi mumkin. Keyingisi bu qon tomirlari bilan bog'liq bosh aylanishi, bu nevrologikga kiradi. Ya'ni bosh miyani qon bilan ta'minlab beruvchi qon tomirlarida qon aylanishi buzilganda. Ya'ni sizlar bilan ko'ramiz. Bosh miyani qon bilan ta'minlab beruvchi qon tomirlarimiz bor. Ya'ni bo'yin umurtqalari orasidan bosh miyaga kiruvchi qon tomirlar hamda yuz arteriyasi. Bo'yin umurtqalaridan bu arteriya vertebralis hamda bo'yin orqali boshga kiradi. Boshda vertebra bazillar qon tomir hosil qiladi. Bu vertebra bazillar qon tomir bu yerdagi a'zolarni, ya'ni uzunchoq miyani, miyachani, miya ko'prigini, shunga o'xshagan bir qancha hayot uchun muhim bo'lgan a'zolarni qon bilan ta'minlab beradi. Shu qon bilan ta'minlanish buziladigan bo'lsa, ya'ni bo'yinda grejya bo'ladigan bo'lsa, osteoxondroz bo'lsa, yo bo'lsa qon tomirlari aterosklerozi bo'lsa, tug'ma nuqsonlar bo'ladigan bo'lsa, shu sohada qon bilan ta'minlanish buziladi. Natijada bosh miyaga yaxshi qon yetib bormaydigan bo'lsa, bemorlarda bosh aylanish yuzaga kelishi mumkin. Keyingi sabablarimizdan bittasi bu somatik, ya'ni tana kasalliklari hisobiga. Bularga yuqori qon bosimi yuqori ko'tarilib ketganda, ya'ni 180, 200 oshib ketadigan bo'lsa, bemorlarda bosh aylanish simptomi yuzaga keladi. Yoki qon bosimi tushib ketadigan bo'lsa, 60 ga 30 yo bo'lsam 50 ga 30 yo bo'lsam 70 ga 80, shunga o'xshagan holatlarda bemorlarda bosh aylanish holati yuzaga keladi. Sababi bosh miyaga yaxshi qon yetib bormasligi hisobiga, ya'ni qon bosimi yuqori, qon tomirlari qisqargan, bosh miyaga yaxshi qon haydab bermayapti, shuni hisobiga. Keyingi sababimiz bu anemiya, ya'ni qondagi gemoglobin miqdori kamayib ketish, temir miqdori kamayib ketish hisobiga. Ya'ni bilamizki, qondagi gemoglobin miqdori, temir kamayib ketadigan bo'lsa, bosh miyaga qon orqali yetarli miqdorda
kislorod hamda oziq-ovqatda glyukoza moddalari yetarli miqdorda ta'minlab berilmaydi. Shuni hisobiga bemorlarda bosh aylanishi, ko'z oldi qorong'ulashish holatlari yuzaga keladi. Keyingi omillarimiz bu psixoemotsional omillar bilan bog'liq. Ya'ni kuchli tushkunlik holatlarida ham bemorlarda bosh aylanish holati yuzaga kelishi mumkin. Charchoq yuzaga kelganda ham bosh aylanish yuzaga kelishi mumkin. Keyingi sababi bu qandli diabet. Qandli diabetda ko'pincha gipoglikemik holatda, ya'ni qondagi glyukoza miqdori pastlab ketganda yuzaga kelishi mumkin. Bilamizki, glyukoza hujayra to'qimalari uchun muhim omil, ya'ni hujayralarning ishini boshqarishda, hujayralar uchun ozuqa modda bo'lishda glyukoza muhim omildan hisoblanadi. Ya'ni to'qimalarga yaxshi glyukoza moddalari yetmaydigan bo'lsa, bu bemorlarda bosh aylanish yuzaga kelishi mumkin. Endi bosh aylanishni ketishiga qarab turib biz o'tkir hamda surunkali bosh aylanishlarga bo'lib olamiz. O'tkir holati bu quloq, ya'ni vestibulyar apparat nervini shikastlanishi yoki insult bilan bog'liq holatda bo'lishi mumkin. O'tkir bosh aylanishda qanaqa belgilar bo'ladi? Bemorlarda kuchli bosh aylanishi, atrofi aylanishi hamda shunga qo'shimcha ko'ngil aynishi, qusish hamda ko'z olmasining harakatini buzilishi, istalgan holatlari yuzaga kelishi mumkin. Bu bir qancha holatlarda, ya'ni ichki quloq vestibulyar apparat nervi shikastlanadigan bo'lsa, vestibulyar apparatni o'zi shikastlanadigan bo'lsa yoki kanallar yallig'lanadigan bo'lsa, labirintит bo'ladigan bo'lsa, meneyra kasalliklarida yuzaga kelishi mumkin. Bunaqa o'tkir holatlarda bemorlarda ortiqcha harakatlanmaslik hamda shifoxonaga o'tkazish, tibbiy tekshiruvlarga o'tkazish tavsiya etiladi. Endi surunkali bosh aylanishlari bu bir necha yillar davomida yuzaga keladigan holat. Endi bu ko'pincha bu somatik kasalliklar, nevrologik kasalliklar hisobiga bo'lishi mumkin. Ya'ni bemorlarda qon bosimi ko'tarilib ketishi, qon bosimi tushib ketishi, qondagi qand miqdori pasayib ketishi, undan tashqari kamqonlik, stresslar yoki qon tomirlar bilan bog'liq holatda qon bilan ta'minlanishdagi muammolarda yuzaga kelishi mumkin. Endi surunkali bosh aylanishlarda bemorlarda ko'z oldi jinda qorong'ulashishi, quloqda shovqin, shum, chiyillash holatlari, bosh aylanganlik holatlari bilan namoyon bo'lishi mumkin. Endi bu surunkali holatni ham tibbiy tekshiruvda o'tkazish hamda tashxisni aniqlash hamda davolash tavsiya etiladi. Endi bu xavfsizroq bunga qaraganda. O'tkiri bu xavfli bo'lishi mumkin. Hayot uchun muhim a'zolarni shikastlab qo'yishi yo bo'lmasam shunga o'xshagan holatlar yuzaga kelishi mumkin. Misol uchun, insult bilan bog'liq holatda bemorda nutqni buzilishi, harakatni buzilishi, kuchli bosh aylanishi, shunga o'xshagan simptomlar bilan yuzaga kelishi mumkin. Endi patogeneziga qarab turib, bu haqiqiy bosh aylanishlar hamda soxta bosh aylanishlarga bo'lib ketadi. Haqiqiy bosh aylanishlar bu vestibulyar apparat tizimimizning shikastlanishi hisobiga yuzaga keladi. Soxta, ya'ni sistem haq bosh aylanishlari ham bo'ladi. Bu somatik kasalliklar hisobiga, ya'ni surunkali bosh aylanishlar hisobiga yuzaga keladi. Ya'ni bemorlarda qon bosimi hisobiga, qandli diabet, anemiya, stress, psixoemotsional omillar hisobiga bo'lishi mumkin soxtasi. Haqiqiysida bu vestibulyar apparatni tizimi hisobiga. Endi bu ham haqiqiy ham o'z navbatida ikkiga bo'lib ketadi. Periferik hamda markaziy bosh aylanishlar. Periferik bosh aylanishlari bu shu vestibulyar apparatni shikastlanishi yoki nervini shikastlanishi. Vestibulyar apparat hamda nervini shikastlanishi hisobiga bo'ladi. Endi markaziy bo'ladigan bo'lsa, bu bosh miyadan chiqadigan yo bosh miyani qaysidir qismlari shikastlanadigan bo'lsa, bu markaziy, ya'ni insult bo'lishi mumkin, o'sma bo'lishi mumkin. Shu holatlarda markaziy bosh aylanish yuzaga keladi. Endi bu turlarini, sabablarini hamda ketishini bilib oldik. Hamda klinikasi bemorlarda bosh aylanishi, atrof aylanishi, ko'z oldi qorong'ilashishi, quloqda shovqin, shum, chiyillash, undan tashqari istalgan holatlari, ko'ngil aynish, qusish holatlari, shunga o'xshagan bir qancha klinik belgilar bilan namoyon bo'ladi. Biz o'tkir surunkali holati hamda etiologik omilni aniqlab olishimiz kerak. Endi bu uchrash statistikasiga keladigan bo'lsak, ya'ni vestibulyar apparat, ya'ni ichki quloqni
bu apparatimiz hamda nervimiz shikastlanishi 30-45% holatlarda uchraydi. Bosh aylanishlar. Qon tomiri bilan bog'liq holatlarda 20-25%, ya'ni bo'yindagi qon tomirlar, vertebral bazillar sistemadagi qon tomirlarida shikastlanishi bu 20-25% holati bosh aylanishlarida 20-25% tashkil etadi. Endi psixologik bosh aylanishlar ham bo'ladi. Bu 10-15% tashkil etadi. Keyingisi bu metabolik, ya'ni qandli diabet bilan bog'liq, ya'ni qondagi qand miqdorining tushib ketishi bu bosh aylanishlarda 10% tashkil etadi. Undan tashqari noma'lum sababli bosh aylanishlari ham bo'ladi. Bu 5-10% tashkil etishi mumkin. Endi bosh aylanishlarimizga kelyapti, biz diagnostika qilishimiz kerak. Diagnostika qilishimizda bemorlarni so'rab surishtiramiz, ya'ni o'tkir holatdami, surunkali holatdami, qachon boshlandi, qanaqa belgilar bo'lyapti, hamda qo'shimcha belgilar bormi, xavf belgilari bormi, shularni ko'ramiz. Undan tashqari nevrologik simptomlarni ko'rish kerak. Ya'ni ko'z olmasida nistagi bormi, yo'qmi, harakatni, nutqni buzilish bormi, yo'qmi, qanaqadir rombex namalari yo meningial sinamalar, shunga o'xshagan Bamlinskiy simptomlari bormi, yo'qmi, shularni aniqlashtirishimiz kerak. Hamda reflekslar, ya'ni o'tkazuvchanligini bilishimiz kerak. Undan tashqari biz boshqa tekshiruvlar qilamiz, ya'ni qon bosimi bilan bog'liq holat bormi, yo'qmi, qon bosimi balandmi, yuqorimi. Undan tashqari laborator tekshiruvlarda umumiy qon tahlilida gemoglobin, nitroslar miqdori hamda biokimik qon tahlilida temir, ferritinlar miqdori, undan tashqari biokimik tahlilda qandli diabet bilan bog'liq holatda glyukozani ko'rishimiz kerak bo'ladi. Agar bular bilan bog'liq muammo bormi, yo'qmi, shuni aniqlashimiz kerak. Undan tashqari instrumental tekshiruvlar o'tkazamiz. Instrumental tekshiruvlarda MRT tekshiruvi hamda qon tomirlar dopleri, angiografiya tekshiruvlari o'tkazamiz. MRT tekshiruvida bo'yinda, boshda MRT qilamiz. Bo'yinda umurtqalarda osteoxondroz bormi, grija bormi, yallig'lanish bormi, qon tomirlarda qisilish bormi, yo bo'lmasa bosh miyada qanaqadir o'choqli o'zgarishlar, o'sma bormi, insult bormi, qon tomirlari bilan ta'minlanish bilan bog'liq muammolar bormi, yo'qmi, shularga aniqlik kiritamiz. Undan tashqari qon tomirlar doplerida, ya'ni arteriovertebral, ya'ni bo'yin umurtqalar arteriyasi hamda yuqum arteriyasi. Boshda qon bilan ta'minlab beruvchi qon tomirlarini dopler qilib tekshiramiz. Ya'ni qon tomirlari ta'minlanishda, o'tkazishda muammo bormi, to'silish bormi, ateroskleroz bormi, yo qisilish, ezilish bormi, tug'ma nuqson bormi, shularni aniqlaymiz. Undan tashqari angiografiya usuli bor. Angiografiya usulida qon tomirlariga kontrast modini yuborib turib, qon tomirlarida o'tkazuvchanlik holati, ya'ni ateroskleroz bormi, tug'ma nuqson bormi, shularni aniqlashimiz mumkin. Undan tashqari qulog'ida ko'rishimiz kerak. Quloqda audiometriya, ya'ni eshitishda muammo bormi, yo bo'lmasa nervlarda yallig'lanishda muammo bormi, yo'qmi, shularni aniqlashimiz kerak. Endi biz etiologik sababini aniqlab oldik. Ya'ni qaysidir turi, ya'ni somatikmi, nevrologikmi yo bo'lmasa vestibulyar apparatizm bilan shikastlanishda muammo bormi, yo'qmi, shuni aniqladik. Endi biz davolashimiz kerak. Davolashda o'zini maxsus dori vositalari bilan davolaymiz. Ya'ni sababini yo'qotishimiz kerak. Ya'ni qaysi qismda shikastlanish bor, shunga qarab turib aniqlamiz, davolaymiz. Birinchi navbatda turini aniqlaymiz. Agar turi o'tkir holatda bo'ladigan bo'lsa, statsionar harakatlantirmasdan bemor bitta joyga o'tkaziladi. Hamda parhez, ya'ni bo'yin umurtqalari bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, bo'yin mashqlari, uzun mashqlar bor, shu mashqlar o'tkaziladi. Keyingisi dori vositalari bilan, ya'ni dori vositalarida agar vestibulyar apparatda shikastlanish, nervida shikastlanish yo bo'lmasa apparatda shikastlanish bo'layotgan bo'lsa, beta serk tabletkalari, ya'ni muvozanatni buzilishda qo'llaniladigan tabletkalarimiz, bu shu sohadagi yallig'lanishlarda, qon bilan ta'minlanishlarni yaxshilab beradi. Beta serk, vestinorin, shunga o'xshagan tabletkalar chiqadi. 16-24 milligramdan bo'lishi mumkin. 8 milligram ham bo'lishi mumkin. Bitta tablet holat yengil og'irlik darajasiga qarab turib, bitta tabletkada 3 mahalgacha berishimiz mumkin. Undan tashqari qon ta'minlanishi, ya'ni bosh miyada qonni ta'minlanishini yaxshilash maqsadida kalsiy kanallar blokatori, ya'ni sinnarizin qon tomirlarini kengaytirib beradi, qon aylanishini yaxshilab beradi. 25 milligram chiqadi bitta tabletkada 3 mahal bemorning holatiga qarab turib 1 oy, 2 oy, 3 oygacha
beta serkam xuddi shunaqa 1 oy, 2 oy, 3 oygacha bemorni holatidan kelib chiqib turibdi. Undan tashqari bosh miyani oziqlanishini yaxshilab beradigan noturib dori vositalarimiz. Ya'ni bularga Kavinton bo'lishi mumkin, Stikalin bo'lishi mumkin, Penestan bo'lishi mumkin. Endi bu tabletkalarda tabletka ko'rinishida ham hamda inyeksiyon ko'rinishida ham bo'lishi mumkin. Tabletka ko'rinishida bitta tabletkadan 3 mahal, inyeksiyon ko'rinishida dozasiga qarab turib bir kunda bir mahaldan beriladi. Undan tashqari qon tomirlarini muvozanatini yaxshilaydigan angioprotektiv dori vositalarimiz bulardan Trental ya'ni pentaksifilin. Bu pentaksifilin tabletka yoki inyeksiyon ko'rinishida yuboriladi. Buni vazifasi qon tomirlarini kengaytirib, qon aylanishini yaxshilab beradi. Undan tashqari biz antiagregantlar ham beramiz. Antiagregant, antikoagulyantlar ya'ni qonni suyib turib, qon aylanishini yaxshilab beruvchi dori vositalarimiz. Undan tashqari qon bosimi bilan bog'liq holatdagi bosh aylanishlar bo'lishi mumkin. Bunaqa holatlarda antigipertenziv dori vositalar. Antigipertenziv dori vositalardan tabletka yoki inyeksiyon ko'rinishida. Tabletka ko'rinishida enalapril, kaptopril, lozartan, valsartan, telmisartan shunga o'xshagan dori vositalar. Inyeksiyon ko'rinishida qon bosimi yuqori bo'ladigan bo'lsa, magneziy sulfat, dibazol, papaver, furosemid ko'rinishida bo'lishi mumkin. Undan tashqari bizda bosh aylanishimiz sababi eng ko'p sabablardan bittasi bu kamqonlik bilan bog'liq. Ya'ni anemiya bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, temir preparatlari, vitamin preparatlari bilan davolashimiz kerak. Ya'ni bu preparatlar uzoqroq 1 oy, 2 oy davomida beriladi. Keyingi sababimiz qandli diabet bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni gipoglikemik holat bo'lishi mumkin. Gipoglikemik holat bo'lganda biz glukoza eritmalarini 5%, 10%, 40% bo'ladi. Shu eritmalardan foydalanishimiz mumkin. Undan tashqari bosh aylanishimiz stress, ya'ni psixoemotsional holatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunda sedativ dori vositalar, ya'ni bularga karvalon, valerianka, validon, glisin, shunga o'xshagan bir qancha uspokоивающий tinchlantiruvchi dori vositalar beramiz. Endi sababini aniqlaymiz hamda etiologik davo qilamiz. Shu dori vositalarni qo'llaymiz. Endi bu bosh aylanishini xavfli hamda xavfsiz belgilari bo'lishi mumkin. Xavfli belgilar, ya'ni o'tkir holat yuzaga kelganda biz darhol bemorni harakatlantirmasdan shifoxonaga gospitalizatsiya qilishimiz kerak. Endi surunkali belgilari, ya'ni surunkali bosh aylanishlar bilan kelganda ham bemorlarni rejali tibbiy ko'rikdan o'tkazishimiz hamda dori vositalarini muntazam tavsiya etishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi bosh aylanishni oldini olish uchun biz qon bosimini stabil qilishimiz, qon diqqat miqdorini nazorat qilishimiz hamda turli xil stress omillari, zararli odatlarni cheklashimiz tavsiya etiladi. Undan tashqari bemorlarda bo'yin bilan bog'liq muammolar ko'p uchraydi. Ya'ni bo'yin bilan bog'liq muammolar yuzaga kelganda og'riqni ko'tarmaslik hamda bo'yin mashqlari hamda kun davomida ko'proq mashq qilishi, bir xil vaziyatdan qochish tavsiya etiladi.